Hop, uzun olishimiz kerak. Bo'g'rida mana shu uzundan yeb ko'rchi ol. Manisi? Ha, ol. Yechi. Yaxshi ekanmi? Bo'ldi, olamiz uzunni. Ha, bundan yeb. Yo'q, bo'g'rida sen yeb ko'rchi mana. Ha, ye. Bu karamdan ham yechi. Yeb ko'rchi. Yaxshimi? Zo'r ekan. Toy. Ha, toy. Akamiz ko'pgina yaxshi ko'rar ekansiz, menga hech narsa bermayapti. Hamma narsa akam yeyapti. Men ishim keragimni o'zi bilaman. Yo'q, toy, unaqa emas. Akangiz bozorda narsalar yeb qonini to'qlab olsa, uyga borib ovqat yemaydi. Mushuni rasotdan qutulamiz. Biz ham shatda nimadir yeb olaveraylik. Yo, endi nimadir aynigan bo'lishi mumkin, o'shaning uchun birinchi bo'g'rida yeb ko'rsin. Galava, o'zingizga tortgansiz. Dada, nima men odam emasmanmi? Ha, mo'g'rida sani oshqozoning ot oshqozon hech nima qilmaydi. Hali kun kelsa yeding-ku. Siz menga uni shikolat dedingiz-ku. Ha, endi bilish kerakmi, shikolatmi, kesakmi? Ketdik, toy. Nima qoldi, toy? Sizga shuni malaka olaylik. Amaga arava kerakmi? Ya, uka, arava kerakmi deb sen mo'g'rida nima qilyapsan? Mo'g'rida tog'angga bir mahoratingni ko'rsatib qo'y. Arzonroq qilib beraman 50 ming. 50 ming? Mo'g'rida ertadan bozorda arava tortasan. Bir resi 50 ming ekan. Kamida bir kunda 1,5 millionta torsang biz milliarder bo'lib ketamiz. Tushunyapsanmi? Arava berasizmi? Ha, arava pul turadi. Mana beminnat qo'ling bor-ku, bolam. Ko'tarib tashlayverasan.